Agar shu 15 kunda sizga bir samarasini bilmasangiz, bermasangiz, buni pulini yuz qaytaradi. Bo'ldi, hop, hozir bo'ldi mana, hozir yo'lga chiqdik. Hurmatli kuzatuvchilar, Olimbekka mana bu ideal ko'rimda zakaz bo'lyapti. Shu mollari bor ekan. Yaxshi yemayapti, yaxshi o'zgarmayapti dedi. Shuni tavsiya qildik. Hozirgi akamizga aytayotgan yerimiz mana shu ideal ko'rim. Shuni hozir Olimbekka olib borib, mollarini ko'rib, tavsiyasini beramiz. Siz kuzatib turing. Olimbekka ham kirib keldik mana. Keldik. Assalomu alaykum. Hoji bobo, ahvolingiz yaxshimi? Tuzukmisiz? Salomat. Sog'ligingiz yaxshimi? Mana Hoji bobo, sizga aytgan yerimiz mana shu. Maşallah. Mana 6 ta 7 ta ekan, ha? Ha, mana da 2 ta bor. Ha, 9 ta. 9 ta bor. Bu yerda 2 ta ham bor. Demak, Makka silosidan 6 kilo. Beda bor deyapsiz, ha? Ha, beda. Bedangizdan somon ham bor. Ha, somon. Demak, bedadan 1 kilo, 3,5 kilo hozirgi ko'rimdan 1 sutkada beriladi. Buni hozir silosingizni qo'ysangiz, uni tayyorlashda ham sizga tushuntirib qo'yaman. Yaxshi aralashtiramiz. Lekin o'sha mana hozir yo'lda kelishda ko'rdim, sizda drabilkangiz ham bor ekan. Drabilka bor. O'sha Ismoil akamlar taklif qilgan, tavsiya bergan 2 sm uzunlikda bo'lsa, hazmga yaxshi bo'ladi. Albatta mana bedani drabilkada maydalaysiz. 2-3 sm uzunlikda bo'lsa, bu hazm uchun juda foydali bo'lar ekan inshaalloh. Mana tayyorsizda hamma yo'q bor ekan. Mana shu mahsulot hozir aytganimiz. Agar shu 15 kunda sizga bir samarasini bilmasangiz, bermasangiz, buni pulini yuz qaytaramiz. Sizga mana shunaqa nima bilan beramiz. Ishonch bilan. Ishonch bilan. Biz bunga ishonamiz. Xudo xolasa birinchi kelinlaringiz